Ey hayotning guli bo'lgan ayol, shuni bilginki, odam o'ziga tayinib, o'z oldiga ish ko'ra oladigan bo'lganda, ondan muvaffaqiyat qozonishning tog'dam yo'liga minishga boshlagan bo'ladi. Odamning boshqalarga tayinib olishdan voz kechgan vaqti o'zining yoshirin iqtidorini o'rg'itgan vaqti bo'ladi. Odam o'zining iqtidorini namoyon qila olmasa, o'zining fikrini bayon qila olmasa, amaliyotda bu kishilik turmushdagi eng chong baxtsizlikdir. O'zining o'y fikri bo'yicha ish ko'rib, ishonchni oshirib, tirishib ishlash odamni tabiiy yo'sinda mukammal natijaga erishtira oladi. Namratlik qo'rqinchli emas. Eng qo'rqinchlisi ideyadagi namratlik. Jumladan o'zini tug'ilishidan namrat yalg'on deb qarashdan iborat.